Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 9-iyul holatidagi yig'ishlarimiz mana xudo xolasa ochiriq bo'yicha chiroyli holatda mana ko'rishingiz mumkin. Ochiriq bo'yicha chiroyli holatda yuklanyapti. Ichkaridagi holatlarni ham chiroyli holatda ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa hech qanday muammosi yo'q. Mana sizlar ko'rishingiz mumkin. Muammosi bo'lsa o'zi sirasi bilinadi. Ochiriqlarimiz mana shuncha ochiriq bor. Endi zavoddan kelib olishim mumkinmi? Zavoddan 750 so'mdan deganlarga mana shuncha ochiriqda bemalol shu ochiriqlardan kelgan. Endi bu zavodda, misol uchun bu zavodda emas, umumiy hamma zavodda ham bir-biriga hech qanday ochiriqni berish yo'q. Chunki mana bu mashinaga yuklanib turgan bo'lsa, misol uchun bizga borib kelish kerak bo'lsa, 1 soat yoki 2 soat ketadi. Misol uchun borib kelish uchun 2 soat oldin borib keladi. Misol uchun 2 soatda bizga borib kelmasligi mumkin. 2 soat oldin borib keladi. O'shalar hisobiga bir-biriga ochiriqni bermaydi. Deyishim mumkin, tashqaridan kelgan ham mana shu ochiriq bo'yicha, misol uchun 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Mana bu tomonda ham ko'rinib turibdi. 6 ta kamas. Havo chiqib ketdi. Mana bu tomonda havo bor. Mana elgich bor. Uni orqasida kamas bor. Mana shuncha mashinalardan keyin olsalaring bo'ladi. Lekin bez ochiriq qilib berishdi, yoki 750 bo'lsa 850 dan berilsa ham mana shuncha mashinani shopirlarni hurmatini qilib, lekin bez ochiriq berishning imkoni yo'q. Lekin joyini aytsalaring, dastavka qilib berishimiz mumkin. O'zimizning mashinalarda kelib olaman deganlarga ham bemalol. Lekin shuncha ochiriqda olish kerak. Bu telefonda aytib qo'yilgan ochiriq ular ochiriqga o'tmaydi. Ichkaridagi holatlarni chiroyli holatda ko'rsatib beramiz. Kimga mana shunday qilsak kerak bo'lsa, mana ko'rib turishlaring mumkin. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Butun vodiy bo'ylab xolasalaring 10 ming talik mashinada, xolasalaring 3 ming talik mashinada, xolasalaring 2 ming talik, xolasalaring mana 5 ming talik kamazlarda chiroyli holatda yetkazib beramiz. Do'stlarimiz mana havodagi holatini ham ko'rishlaring mumkin. Ozgina sabablar bilan mashinani olib tashlashga majbur bo'lib qoldi. Mana 5 mingtasi yuklab qo'yilgan. Mana 5 mingtasini qolganini yuklab turib, sizlar ko'rishlaring mumkin. Qolganini yuklab mana Shahrixon tumaniga xohlasa chiroyli holatda dastavka qilib beramiz. Ichkaridagi holatlarni ham ko'rsatib beraman. U xumdondan, bu xumdondan ishlari mumkin. U xumdondan ko'rsatib beraman, bu xumdondan ham ko'rsatib beraman. Xudo xolasa, ishlarimizda holati deyarli umuman farqi yo'q. Mana bunisi yangi dahana ekan. Mana ichkaridagi holatlarni ko'rishlaring mumkin. Mana chiroyli holatda. Kimga mana shunday qilishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Pishkanliklari o'ta a'lo darajada. Men hozir ozgina qorong'uligini hisobiga mana holatlari. Endi ikkinchi xumdondagi holatini ham chiroyli holatda mana ko'rsatib beraman.